Bugun men pensionerlar orasida eng ko'p savol tug'dirayotgan masalani tushuntirib beraman. Nega hamma pensionerlarga bir xil qo'shimcha to'lov berilmaydi? Kimdir qo'shnimga qo'shimcha pul tushibdi, menga esa tushmadi deydi. Kimdir bir xil yoshdamiz, bir xil yillarda ishlaganmiz, nega pensiyamiz farq qiladi deb norozi bo'ladi. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki u nafaqat hozir pensiya olayotganlarga, balki yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan har bir odamga tegishli. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men bu yerda oddiy qilib misollar bilan kim xavotir olishi kerak, kim esa xavotir olmasligi kerakligini tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlarni bilish ko'p oilalarda pul yo'qotilishining oldini oladi. Eng avvalo bitta narsani aniq tushunib olaylik. Pensiya tizimida hamma pensionerga bir xil qo'shimcha to'lov degan yondashuv deyarli hech qachon to'liq ishlamaydi. Chunki pensiya oddiy nafaqa emas. Pensiya insonning ish staji olgan ish haqi to'langan badallar, imtiyozli davrlari, yoshi, nogironlik holati, o'quvchisini yo'qotganligi, qaramog'ida kimlar borligi va boshqa bir qancha omillarga qarab hisoblanadi. Oldin ko'pchilik pensiyani juda sodda tasavvur qilardi. Davlat pensiyani oshirdi. Demak, hammaning pensiyasiga bir xil miqdorda pul qo'shiladi. Masalan, hammaning pensiyasiga 200 ming so'm qo'shildi degan gaplar xalq orasida tez tarqaladi. Lekin amalda ko'pincha bunday bo'lmaydi. Ba'zi oshirishlar foizda bo'ladi. Ba'zilari eng kam pensiya miqdoriga bog'liq bo'ladi. Ba'zilari faqat ma'lum toifadagi pensionerlarga beriladi. Ba'zilari esa oldindan pensiya olayotganlarni qo'llab-quvvatlash uchun belgilanadi. Hozirgi o'zgarishlarning mohiyati ham shunda. Davlat pensiya va qo'shimcha to'lovlarni imkon qadar manzilli qilishga harakat qiladi. Ya'ni pul hammaga bir xil tarqatilmaydi. Balki kimning pensiyasi kam, kimning ijtimoiy ahvoli og'ir, kim qonunda belgilangan imtiyozli toifaga kiradi, kimning hujjatlarida qo'shimcha asos bor, shunga qarab to'lanadi. Bu ayrimlarga adolatsizlik ko'rinishi mumkin. Lekin tizim mantiqi shunday. Bir odam 1 yil yuqori maosh bilan ishlagan, boshqa odam 25 yil rasmiy ishlagan, 3-odamning nogironligi bor, 4-odam o'quvchisini yo'qotgan. Ularning barchasiga bir xil pul qo'shilsa, bu hamma holatda adolatli bo'lavermaydi. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Nega bir pensioner qo'shimcha to'lov oladi, boshqasi olmaydi? Men buni bir necha sababga bo'lib tushuntiraman. Birinchi sabab, pensiya turi har xil. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Ijtimoiy nafaqa va boshqa turdagi to'lovlar bir-biridan farq qiladi. Odamlar ko'pincha ularning barchasini umumiy qilib pensiya deb ataydi. Lekin hujjatda bu to'lovlarning nomi, hisoblash tartibi va qo'shimcha olish asoslari boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan odam bilan nogironlik pensiyasi olayotgan odamning qo'shimcha to'lovlari bir xil tartibda hisoblanmasligi mumkin. Ikkinchi sabab, ish staji va ish haqi farq qiladi. Pensiya miqdorida odamning rasmiy ishlagan yillari juda katta rol o'ynaydi. Agar ikki pensioner bir mahallada yashasa, bir xil yoshda bo'lsa ham, ularning pensiyasi turlicha bo'lishi tabiiy. Biri 35 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisi 10 yil ishlagan bo'lishi mumkin. Biri korxonada yuqori ish haqi olgan, ikkinchisi kam maosh bilan ishlagan bo'lishi mumkin. Pensiya oshirilganda yoki qo'shimcha belgilanishda shu asosiy pensiya miqdori ham ta'sir qiladi. Masalan, tasavvur qilaylik, Ahmad Ota 38 yil rasmiy ishlagan. Oxirgi yillarda nisbatan yaxshi maosh olgan va hozir 2 million 800 ming so'm pensiya oladi. Uning qo'shnisi Karim Ota esa 20 yil rasmiy ishlagan, qolgan yillarda norasmiy ishlagan, hozir 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Agar davlat past pensiya oluvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha belgilasa, Karim Ota bu qo'shimchani olishi mumkin. Ahmad Ota esa olmasligi mumkin. Bu Ahmad Otaga nisbatan hurmatsizlik emas. Bu qo'shimchaning maqsadi boshqa. Kam pensiya olayotgan odamni minimal darajada qo'llab-quvvatlash. Uchinchi sabab, qo'shimcha to'lovning maqsadi har xil bo'ladi. Har bir qo'shimcha pul bir xil ma'noni anglatmaydi. Ba'zi qo'shimchalar indeksatsiya, ya'ni narx-navo oshishi hisobga olinib pensiyalarni umumiy oshirish bo'lishi mumkin. Ba'zilar kompensatsiya bo'lishi mumkin. Ba'zilar faqat urush qatnashchilari, mehnat faxriylari, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz pensionerlar yoki alohida ehtiyojga ega guruhlarga mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun falon odamga tushdi, menga tushmadi degan gapning o'zi yetarli emas. Avval o'sha odamga qanday asos bilan tushganini bilish kerak. To'rtinchi sabab,
minimal pensiya va ustamalar masalasi. Ba'zan davlat eng kam pensiya miqdorini oshiradi. Bunday holatda pensiyasi belgilangan minimumdan past yoki unga yaqin bo'lgan odamlar ko'proq foyda ko'radi. Lekin pensiyasi allaqachon yuqori bo'lgan odamda qo'shimcha sezilmasligi yoki umuman bo'lmasligi mumkin. Oddiy misol, agar ma'lum toifa uchun kafolatlangan eng kam to'lov 1 million 1 ming so'mdan 1 million 300 ming so'mga oshirilsa, ilgari 1 million 1 ming so'm olgan pensionerning to'lovi ko'tarilishi mumkin. Lekin 2 million 500 ming so'm olayotgan pensioner bu aniq qo'shimchani olmaydi. Chunki uning pensiyasi minimumdan ancha yuqori. 5-sabab hujjatlar to'liq bo'lmasligi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam aslida qo'shimcha olishga haqli bo'ladi. Lekin hujjati pensiya jamg'armasi bazasida to'liq aks etmagan bo'ladi. Masalan, ayol kishi ko'p farzand tarbiyalagan, lekin ayrim tug'ilganlik guvohnomalari yoki tegishli ma'lumotlar vaqtida topshirilmagan, yoki odam zararli mehnat sharoitida ishlagan, lekin arxivdan tasdiqlovchi ma'lumotnoma olinmagan, yoki nogironlik guruhi bo'yicha ma'lumot tizimida yangilanmagan. Natijada qo'shimcha avtomatik tushmaydi. Pensioner esa menga berishmadi deb o'ylaydi. Aslida muammo hujjat asosida bo'lishi mumkin. 6-sabab pensiyaga chiqish vaqti va qayta hisoblash sanasi. Bir odam eski tartib bo'yicha pensiyaga chiqqan, boshqa odam yangi tartib bo'yicha chiqqan bo'lishi mumkin. Qonunchilikdagi ayrim o'zgarishlar ma'lum sanada keyin murojaat qilganlarga yoki ma'lum toifaga tatbiq etiladi. Ba'zida qayta hisoblash avtomatik amalga oshadi, ba'zida esa fuqaroning arizasi kerak bo'ladi. Mana shu joyda ko'p tushunmovchilik paydo bo'ladi. Odam hamma oldi, men olmadim deydi. Lekin uning pensiya ishi qayta ko'rib chiqilishi uchun alohida ariza yoki qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz oshirilgandan keyin ham juda past bo'lib qolgan bo'lsa, agar sizda nogironlik, qaramog'ingizda mehnatga layoqatsiz oila a'zosi, o'quvchisini yo'qotganlik holati, imtiyozli mehnat staji, zararli ish sharoiti, davlat mukofoti, maxsus maqom yoki ko'p yillik tasdiqlanmagan ish staji bo'lsa, albatta tekshirtirishingiz kerak. Chunki sizga qo'shimcha to'lov tegishi mumkin. Lekin hujjat yetishmasligi sababli hisoblanmayotgan bo'lishi ehtimol. Agar sizning pensiyangiz nisbatan yuqori bo'lsa, barcha staj va ish haqi hujjatlaringiz hisobga olingan bo'lsa, hech qanday imtiyoz toifaga kirmasangiz, unda ayrim manzilli qo'shimchalar sizga berilmasligi tabiiy. Bu sizning huquqingiz buzildi degani emas. Har bir qo'shimchaning o'z sharti bor. Keling, yana bir real hayotga yaqin misol ko'ramiz. Zulfiya opa 62 yoshda, 28 yil maktabda ishlagan. Uning pensiyasi 1 million 700 ming so'm. Unga ayrim umumiy oshirishlar qo'llanadi. Lekin maxsus qo'shimcha to'shmasligi mumkin. Uning dugonasi Nargiza opa esa 60 yoshda, pensiyasi 1 million 570 ming so'm. Turmush o'rtog'i vafot etgan, qaramog'ida nogiron farzandi bor. Nargiza opaga qo'shimcha ijtimoiy yordam yoki ustama belgilanishi mumkin. Tashqaridan qaraganda ikkalasi ham pensioner, lekin huquqiy holati mutlaqo boshqa. Yana bir misol. Rahmat aka umrining bir qismini qurilishda norasmiy ishlagan. Rasmiy staji kam chiqqani uchun pensiyasi past. U men 7 yil ishladim deydi. Insoniy jihatdan u haq bo'lishi mumkin. Lekin pensiya hisoblashda ishladim degan og'zaki gap emas. Rasmiy hujjat, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumoti, soliq va badal to'lovlari muhim. Agar norasmiy yillar hujjat bilan tasdiqlanmasa, pensiyaga qo'shilmaydi. Shuning uchun qo'shimcha to'lovlar ham hujjatdagi holatga qarab belgilanadi. Endi qoidaning istisnolari, odamlar ko'pincha bilmaydigan nozik joylar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik jihat. Avtomatik tushadi degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Ayrim oshirishlar avtomatik qilinadi. Lekin barcha ustama, barcha imtiyoz, barcha qo'shimcha avtomatik aniqlanadi deb o'ylash xato. Ayniqsa arxiv hujjati, ish joyidan ma'lumotnoma, sud qarori, tibbiy xulosa yoki oila tarkibi haqida ma'lumot kerak bo'lsa, fuqaroning o'zi ham harakat qilishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, bir vaqtning o'zida bir nechta asos bo'lishi mumkin. Lekin ularning hammasi qo'shilib ketavermaydi. Masalan, pensioner bir nechta imtiyozli holatga ega bo'lishi mumkin. Lekin qonunchilikda ayrim hollarda eng yuqori ustama tanlanadi. Ayrim hollarda ustamalar jamlanadi. Ayrim hollarda esa bir ikkinchisini almashtiradi. Shu sababli menda 3 ta asos bor. Demak, 3 barobar qo'shimcha bo'lishi kerak deb o'ylash har doim ham to'g'ri emas. Uchinchi nozik jihat yashash joyi va ro'yxat masalasi. Ba'zi ijtimoiy yordamlar mahalla, tuman yoki hududiy organlar orqali aniqlanadi.
Agar odam boshqa joyda yashab, ro'yxatda boshqa joyda turgan bo'lsa, ma'lumotlar kechikishi mumkin. Masalan, pensioner qishloqda yashaydi, lekin rasmiy ro'yxati shaharda qolgan. Uning ijtimoiy holatini aniqlashda chalkashlik paydo bo'ladi. Bu har doim qo'shimcha to'lovga ta'sir qilmaydi, lekin ayrim manzilli yordamlar bo'yicha muammo tug'dirishi mumkin. 4-nozik jihat. Bank kartasiga tushgan pulni to'g'ri tahlil qilish kerak. Ko'pchilik faqat umumiy tushgan summani ko'radi. Lekin unda asosiy pensiya, oldingi qarzdorlik qayta hisoblangan farq, bir martalik yordam yoki boshqa to'lov aralash bo'lishi mumkin. Bir oy ko'p tushib, keyingi oy yana avvalgi miqdor tushsa, odam qo'shimchani olib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida bu bir martalik qayta hisoblangan farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun tushum tafsilotini aniqlamasdan xulosa chiqarmaslik kerak. 5-nozik jihat. Pensiyani qayta hisoblash har doim ham pensiyani oshirmaydi. Ba'zan odam qo'shimcha staj topdim deb murojaat qiladi, lekin qayta hisoblash natijasida katta farq chiqmasligi mumkin. Chunki pensiya formulasi faqat stajga emas, ish haqi ko'rsatkichlariga ham bog'liq. Masalan, qo'shimcha 2 yil staj topildi, lekin o'sha yillardagi ish haqi juda past bo'lgan yoki allaqachon maksimal hisoblash chegaralariga ta'siri kam bo'lgan. Shunda kutilgan darajada oshish bo'lmaydi. 6-nozik jihat. Er-xotin pensionerlarning holati. Ba'zan turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin qolgan pensioner o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha boshqa turdagi pensiya yoki qo'shimcha imkoniyatlar bor deb o'ylaydi. Bu masalada har bir holat alohida ko'riladi. Odam o'zining yoshga doir pensiyasini olishi mumkin yoki ayrim sharoitlarda boshqa asosdagi to'lovni tanlash masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin ikki pensiyani to'liq bir vaqtda olish hamma holatda mumkin emas. Shu sababli qo'shnim erining pensiyasidan ham olyapti ekan degan gapni tekshirmasdan qabul qilmang. Balki u boshqa turdagi qayta rasmiylashtirishdan o'tgandir. Balki bir martalik farq olgandir. Balki gap noto'g'ri yetib kelgandir. 7-nozik jihat. Pensioner ishlayotgan bo'lsa, ishlayotgan pensionerlarning pensiyasi va qo'shimcha to'lovlari bo'yicha ham ayrim davrlarda alohida tartiblangan bo'lgan yoki bo'lishi mumkin. Hozir qaysi tartib amalda ekanini aniq bilish kerak. Chunki ishlayotgan pensioner, ishlamayotgan pensioner o'zini o'zi band qilgan shaxs. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan pensionerning ayrim to'lovlarga munosabat turlicha bo'lishi mumkin. Men doim maslahat beraman. Agar siz pensiyada bo'la turib daromad olayotgan bo'lsangiz, buni yashirmang. Lekin uning pensiyangizga ta'sirini rasmiy idoradan yozma tarzda aniqlang. Endi eng kerakli qism, siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, o'zingiz oladigan to'lov turini aniq bilib oling. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Bu oddiy savoldek tuyuladi, lekin muammolarning katta qismi aynan shu yerda boshlanadi. To'lov turini bilmasdan turib qo'shimcha haqidagi savolga to'g'ri javob olib bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaat qilganda shunchaki menga nega qo'shimcha tushmadi demang. Aniqroq so'rang. Mening pensiya ishimda qaysi staj davrlari hisobga olingan? Qaysi ish haqi davrlari asos qilib olingan? Menga qanday ustamalar qo'llangan? So'nggi oshirish yoki qo'shimcha to'lov menga nega tatbiq etilgan yoki etilmagan? Shunday savol bersangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. 3-qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Mehnat daftarchasi, ish joylarida ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmat hujjatlari, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki vafot haqidagi guvohnomalar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, davlat mukofotlari yoki faxriy unvonlarni tasdiqlovchi hujjatlar. Oila tarkibi bo'yicha ma'lumotlar, qaramog'ingizdagi shaxslar haqidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjat hammaga kerak emas. Lekin sizda qo'shimcha olishga asos bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday hujjatni tartibga solib qo'ying. 4-qadam, arxivni unutmang. Eski korxona yopilib ketgan bo'lsa, bu stajni isbotlab bo'lmaydi degani emas. Ko'p korxonalarning hujjatlari arxivlarga topshirilgan bo'ladi. Tuman, shahar yoki viloyat arxiviga murojaat qilib, ish davringizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma so'rashingiz mumkin. Arizada korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, taxminiy bo'lim yoki sex nomini yozing. Qanchalik aniq yozsangiz, hujjat topilishi osonlashadi. 5-qadam, yozma murojaat qiling. Og'zaki javob ko'pincha yetarli bo'lmaydi. Agar sizga qo'shimcha to'lov tegishi kerak deb hisoblasangiz, pensiya jamg'armasiga yozma ariza bering. Arizada familiya, ism, otangizning ismi
pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi. Muammo mazmuni va ilova qilingan hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. Arizangizda pensiya miqdorimi qo'shimcha to'lovlarimni qayta tekshirib, menga yozma javob berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Yozma javob keyingi bosqichlarda juda muhim. 6-qadam, bank tushumlaringizni tekshiring. Kartaga qancha pul tushganini emas, aynan qaysi oy uchun qanday turdagi to'lov tushganini aniqlang. Agar mobil ilovada tafsilot ko'rinmasa, bankdan ko'chirma oling yoki pensiya jamg'armasidan hisob-kitob tafsilotini so'rang. Ba'zan odam bir martalik to'lovni doimiy qo'shimcha deb o'ylaydi. Ba'zan esa aksincha doimiy ustamani oddiy pensiya oshishi deb bilib, o'z huquqini tushunmaydi. 7-qadam, boshqa pensiyalar bilan solishtirganda ehtiyot bo'ling. Qo'shni qarindosh, tanish bilan solishtirish tabiiy, lekin bu huquqiy dalil emas. Siz u oldi, men olmadim deb emas. Mening holatimda qaysi norma qo'llanadi deb yondashing. Ikki pensiyaning yoshi bir xil bo'lishi mumkin, lekin staji, ish haqi, oilaviy holati, imtiyozi, nogironlik holati, pensiyaga chiqqan sanasi, hujjatlari mutlaqo boshqa bo'ladi. 8-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limidan yozma javob oling. Keyin zarurat bo'lsa, viloyat boshqarmasiga yoki tegishli yuqori idoraga murojaat qiling. Murojaatga avvalgi javob nusxasini, hujjatlaringizni va o'zingizning e'tirozingizni ilova qiling. Agar masala murakkab bo'lsa, huquqshunos yoki pensiya masalalarini yaxshi biladigan mutaxassis bilan maslahatlashish foydali. 9-qadam, har bir o'zgarishni vaqtida rasmiylashtiring. Nogironlik guruhi o'zgarsa, oila tarkibida o'zgarish bo'lsa, qaramog'ingizda yangi shaxs paydo bo'lsa, yashash manzili almashsa, hujjat topilsa, bularning hammasini vaqtida bildiring. Chunki ko'p to'lovlar murojaat qilingan va hujjat topshirilgan sanadan boshlab ko'rib chiqiladi. Kechiksangiz, ayrim pullarni oldingi davr uchun to'liq undirish qiyinlashishi mumkin. Demak, hamma pensionerlarga bir xil qo'shimcha to'lov bo'lmasligining asosiy sababi shuki, pensiya tizimi har bir odamning shaxsiy holatiga qarab ishlaydi. Pensiya turi, staj, ish haqi, imtiyozlar, hujjatlar, oilaviy sharoit, nogironlik, qaramog'idagi shaxslar va qonunda belgilangan maxsus shartlar yakuniy summaga ta'sir qiladi. Kimdir qo'shimcha olsa, bu hamma avtomatik oladi degani emas. Kimdir olmasa, bu albatta adolatsizlik degani ham emas. Eng to'g'ri yo'l o'z pensiya ishingizni tekshirtirish, hujjatlarni tartibga keltirish va rasmiy yozma javob olish. Agar sizda menga ham qo'shimcha tegishi mumkinmi degan savol bo'lsa, izohlarda holatingizni yozing. Pensiya turi, taxminiy staj, pensiya miqdori va qanday qo'shimcha haqida eshitganingizni ko'rsating. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner ota-onangiz, qarindoshlaringiz yoki qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir oylik daromadini oshirib berishi mumkin.